Assalomu alaykum to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Necha kundan beri indigenous degan temalar o'ynayotdi. Balkim ba'zilar o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Ozroq bo'lsa-mu bizning bir huquqimiz bor ekan-to'q, shu huquqdan mahrum bo'ptimiz deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Men bu dokladninkiga 5 yilda qiziqqanimcha bu dokladning o'zila emas, indigenous degan masala emas. Bu indigenousning masalasi emas, ashu 62 betlik şu dokladninki kim tarafidan yozilganligi ham kimga vakillik qilib turib Uyg'ur mushu avtonomiya talab qildi degan qarorni qanday qilib turib o'tirg'i chiqqanligi mushuning eng qiziqimi. Anadan bu dokladning masalasini beshida javob berish kerak. Bu doklad bilan imzo qo'ygan narsa ikki masala. Lekin ma doklad beshida qandaq chiqdi 2018-ninki oxiridan boshlab bu chiqqan Eğrayak deganga o'xshash 2009-yili anadagi bu tug'ildi deylik. Bu narsaga yaxshi bir o'zinglar savol qo'yib javob izlab baxsanglar bo'ladi. Vatanning ishchiliklar hammasi o'yey burunlarda Erkin Asiyaning radiosini mush tensiyonlarni chiqarib, antenini chiqarib yurib anglaydiganlar nima uchun anglaydi shu sababdan degan turmalarda yetib ketgan, kesilib ketgan ne Uyg'urlar bordi. Sizlar yaxshi o'ylab beqinglar, shular nima umidlarni bizga umidlar bilan mushtaq bir qarag'ando, nimalarni umid qilganda deb o'ylab baqdinglarmi? Hozirgacha mush Erkin Asiyaning telefon urib, buningdan uchur egallash jarayonida talay odamlar turmalarda yotdi. Buning badalini zodi Uyg'ur tatib to'layapti vatandakilar. Vatan sirtidagilar u xoinga bir nima qilamagan odam dushmanga qanday qila oladi? Xoinga jiroqdiki Xitoyga uy deb turib, oy qilib turib, mushtumlaringlarni tugib ketganlaringlar, kelar yil vatanda nimani o'tkazishni Qurbaniyatni o'tkazishni, voy roziyatni o'tkazishni nisib qila Allah, voy Cumhuriyet günimizni tabriklashni nisib qila. Nisib qilish emas, o'zing kuchimisan, hech nimani nisib qilmaydi Allah. Adam tirishgan bandasiga beradi. Agar ishlamasangmi, ishni birsi ursimi, ishni ochsang tamoq akib berar birasi. Bu hech nimadan ishlim yo'q, chattirib setivatgan odamnimi biz oy ajab yaxshi bo'pti deb turib, hozirgi zamonniki sitnochini qo'zat Xitoy qanchalik bir kamsitganda biz yana bizni kamsitgan odamga qo'ltagan heyliq bicharalar qarab turib ishingiz og'rimamda. O'zingizga bir ishingiz og'rib ha? Vatanning ishchiliklar qaysi kunda biz qaysi kunni özümüzün sebeplik aşılağı şu gününü köstüvatımız. Hainler sebebinden de oyluş bakmamsız. Hey, bir hazırkeşini oltağı uzup Amerika Uygur birleşmesinin üstüge şunu çavakçep oltağı Allah'a ay tova Xudayım ey. Talay Uygurlar var Amerika'da. Uygur yok da qılıp bir adamın kayına gelip yani bir xilga qılıp yani bir adamın kayında yani bir xilga qılıp oldu da dost oy düşmendek bolup aqıdın degen jin adaş buluşup oltağan talay adamlar var. Biz muşu 2018'den hazır kadar etrafımızı peyda olganlar olsun, yakında peyda olgan olsun, her xillarga nisbeten biz bir kızıl sızıqımız var. Ma sızıqdan alqıtmaymiz. Çünkü özümüzden bir tutaş qıvatgan işlerimiz var. Şunun için başka adam kiremeydi aramızga. Özümüz bilimiz kızıl sızıqның nədligini. Anadaki sizler bir nəsdə bakay. Çıqla dedi, oya siz Ablekim İdris'ni çıqıdı degen tazı. Ben inkaz qıp yazgan. Ben inkaz qıp yazdım. Lekin bu bir xalq hareketi. Biz yandık. Vatanning işçi dili ezilmedi Uyg'ur, vatanning sirtida mi ezildi, Turkiyada mi ezildi, Amerikada mi ezildi. Amerikada bir yerde turib, bu siyosiy panalik tilash ishlarimi hal olmagan talay Uyg'urlar bor. Yalg'onni men ismi bilan tang, rasmi bilan tang chiqarib bera olayman. Ha. Mushundaqlarning tatiyotgan kunlarda yag'ar advokat Laninki yalgan advokatlarning qilayotgan ishlari talay ishlar var. Anadan Amerikada shuncha da'vo qilayotgan Roshan Abbas xonim, Rishad Abbas efendim, bo'ti, nasad ishlaydigan nimaninki Sayram o'g'lonining dadasi. Mo'shlardan tatib ma'naviy ananglar bor holatda Amerikadagi Uyg'urlarning holi ashu.
Agarda Dolqin İsa'ni siz tillay olaysiz, bu shunaqa mundaq deya olaysiz. Ro'shan Abbos bilan Rishod Abbos xonim yoki boshqalarnikini nima deya olaysizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyining oldiga chiqsa ular. Birasinglar bir nima deya olamsizlar? Diyamay achamdi. Bir nimamdi, so'rin deshimdi deb o'ltirasizlar. Uningdan Dolqin İsa'ni oldiga chiqarib, o'ltirib savol qo'ymamsizlar? U to'g'ri emasmi? Xalq harakatining natijasi bu. Bilib buni. Buni deb beray. Sizning deganingiz bilan munda bo'ldi. Emas, xalqning harakati. Xalqning harakat natijasi. Dolqin İsa javob berish tunaga men bir debdi. Dolqin İsa'ga nima uchun nim qilmaysiz? Robiya Qodirga esildingiz deb. 2006-dan 2017-yilgacha Dolqin İsa vazifa o'tamagan. Robiya Qodir o'tgan. Bilib ol dedim. Men birsini tillab o'ynamadim. Savol so'rayapman. Uyg'ur uchun savol so'rayapman emas, men o'zim uchun savol so'rayapman. Men kaynimdagi palani qarindoshlarim uchun savol so'rayapman. Mening haqqim bu, javob berish shart dedim. Robiya Qodir mushu dokladninki qandaq bir ro'yatga chiqqanligi, nima uchun shu torbatga e'lon qilinganligi, uningdan kaynidagi 60-batda nima uchun Uyg'ur Oliy avtonomiya talab qildi deb turib bizga vakolatan shuni yozganligi to'g'risida kim yozdi, nerdan chiqdi, nima uchun e'lon qilindi degan javobini berish kerak dedim. Bu mening haqqim. Bizning haqqimiz bu. Anadagi Quzat Altay, Quzat Xitoyni nimadan tushsin, Amerika Uyg'ur birlashmasiga rais o'g'dak bir Uyg'ur chiqmamdi dedim. Men egolman bu gapimga. Shuning uchun sizniki pititi deb turib anda maz gapni qilib kolla buraydigan temalarni tashlasangiz, bizning unda yerda ishimiz yo'q. Bizning 62 batlik aşı dokladning ustidagi masalalarga hamma birdan yeshishga biz savol tashlayapmiz. Ayni vaqtdagi da'vogarlar Robiya Qodir yolg'iz emas, to'g'ri. Hammasi tang qo'l-qo'lni tunaydi. Robiya Qodir hammani biladi. Kim ijro qiluvchi? Kim buni vujudga chiqaruvchi? Yo'qmi? Robiya Qodir qaror olmabdimi? O'zi savolga javob berib baqsin deb chiqarib qo'yapmiz. Shuning uchun bizning maqsadimiz zaminni sotding, mushu dokladning ichida bor davatimiz. Javob bersa davatimiz. Bizningki boshqa unda pititi o'yinlar bilan ishimiz yo'q. Biz xalq harakatini nəhayət sistemlik, planlıq əp beriyatımız. Hamma qarindoshlarga rahmat, natijasini ko'rayotgan qarindoshlarımızga rahmat. Shuning uchun azroq so'zlab qo'yish bo'ldi. Bizning oramizdagi maxfiyatlik hargiz sirtga chiqmaydi. Chunki hammamizning birsimizga bergan va'damiz va qasamimiz va biz mushuning javobini Allohga bera olamiz. Bir kunlarda millatimizga bera olamiz. Hisobini biz bera olamiz. Hisobni elib, hisobini millatimizga bera olamiz. Shuning uchun qarindoshlarim, qallingiz saqlab bo'lsa, savol qo'ying, javob teping. Har qanday narsa to'rdan tepiladi. Agarda qaysi tilni bilsangiz, shu tilda izdining. Uninkini anglab yiqib, bunikini anglab yiqib o'ltamay, o'zingizmi izdan peqing. Qaysi tilda izdansiz? Google deb bir narsa bor. Robiya Qodirga Google degan narsani o'rgatmabdi-ki, haliq Nuri apandim. Nuri mollam yoki Nuri Google deyli. Shuning uchun qarindoshlarim, uyqumizni ochayli, o'zimizning haq-huquqini qo'g'dayishimiz kerak. Amerikadagi bir davlatda o'ylab yiqinglar, Uyg'urlar ezilyotidi desa, to'limi kulkilik. Bu bir ajoyib sharmandachilik ya, bir Xitoyni o'ltag'i zo'r chalaqchab o'ltaga haliq so'rin qilmad, xotullar, haliq erlar, haliq jihlar bormabsizlar, taliyinglarga. Biraz olsun vicdanınızga azroq olsun savol qo'yib yiqing, bir yerdan titirgan bir ovoz, sado chiqib qolishi mumkin. Rahmat sizlarga.